Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Barchalaringizni mana shu ro'za Ramazon oyi bilan yana bir bor tabriklayman. Barchaga sabr, mana oz qoldi. Ba'zi birovlar aytadi-da, men unga berdim deydi, bitta ro'za deydi bizni tilimizga aytganda. Haligi nima deydi, zakot deydi-ku, zakot. Mana shu ro'za Ramazonda zakot berdim deydi, unga berdim deydi, bunga berdim deydi. U odamlar surishtirib ko'rsang, 7 michasi sog' odamlarga berganda, o'zi yuradi, o'zi ishlaydi, shunaqa insonlarga bergan. Ha, bu ham bir xayr. Lekin asl nochor insonni o'ziga tegsa, ana shu xayr narsa savob kattaroq bo'ladimi deymanda. Shuning uchun men sizlarga bir videoni qo'yaman. O'z ko'zlaringizdan ko'rib, o'zlaringiz eshitib, telefon raqami ham bor. Xohlasangiz telefon qilib, qo'lingizdan chiqarib, qancha bo'lsa tashlaysizlar. Bizga murojaat tushdi-da. Men bir xil blogerlarga o'xshab shuncha prosent berasan, yig'ilgan puldan deb unaqa aytmadim. O'zini karta raqami qo'yilgan, o'zini telefon raqami qo'yilgan. O'shanga qo'lingizdan chiqarib, xohlasangiz telefon qilib, gaplashib, ko'zlaringizni ko'rib, ishonch hosil qilib, qancha xayrda maydasi ham, kattasi ham bo'lmaydi. Xayr qilsangiz, qo'lingizdan chiqarib xayr qilsangiz, o'z yo'li ketadi. O'z ko'zlaringizdan ko'rasizlar. Asl nochor insonni sizlar uchun topdim. Xudo menga yetkazdi, murojaat qildi. Bir padisha qilingizlar Xudo yo'liga. Ozgina biz sababchi bo'lib qolamiz savobga. Agarda mobodo qo'lingizdan pul tashlash kelmaydimi, imkoningiz yo'qmi? Hatto shu ko'rgan videongizga bee'tibor bo'lmay, bitta like bosib, podelislab qo'yingizlar shu videomizni, mana shu kanalimizni podelislab qo'yingizlar gruppalarga. Siz tasholmadingizmi? Keyingi ko'rgan do'stlaringiz imkoni borlar tashlashi mumkin. Sizdan faqat bitta like. Yana bir bor barchalaringizga sog'lik, salomatlik, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun, padishlar uchun katta rahmat barchangizga. عاقبت خاک شود حسن و جمالی من و تو خوب و بد میگذرد وای به حالی من و تو زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میمیرن ما فقط مینگریم بین کشتی زمان همگی هم سفریم چقدر بخبریم چقدر بخبریم